Lutfullo harakat tuzaymisiz? Bo'lyapti, kelib oldingizmi? Salomat. Gruppadaylar, laklar, boshinglar bildirlatdi. Xudo xolasa. Bo'lishdan unutmanglar. Do'stlar mana kelaverasizlar. Rossiyalik yigitlar mana bir tomonda. Jo'rabek ham mana o'tiribdi. Mahmudjon ham mana. Azbek endi ertaga Xudo xolasa kuzatamiz. Toshkentdan keldik yo'lda. Shuni ko'rib qolsa qonun yumshab, odam yosh ko'rib, qonun ko'tarib qo'ysa borib keldi. Bolosida bor, bolosi jumon 100% yo'q bo'lishi kerak. Endi uga hatto 10 kunlik, 1 oylik bo'lsa bilmaysiz deb qo'ydik plastikni. Hech bo'lmaganda yarim choy olsa deydi. O'sha galingizni qisiladi deydi. Bilinadi. Lekin ana sharoitga ko'rsa Bu ham shitob bu ham. yo'q shitob. Ham keldi mana. Muzaffar hozircha. Ayollarimiz ham endi yeb qoladi. 8 tane dedi, 6 degan. 6 tane dedi. Birinchi 6 tane dedi. 8 tanaga chiqdi ekan. Keyin kelib ketdi, rahmat. Yarmini olib qo'ydi. Amin. Allah murodlarınızı mübarek anta hayırlı olsun. Allohu akbar. Azbek mana meva-chevalarni Prямо qo'l tovoldi. Birinchi qo'ldi. Sigarga beraveraman deyapti. Boshqa Miskillar bo'lsa. Kim ustosti? Undagi o'g'il olib qo'yganmiz. Nima endi oldi? Hech qanday qo'llamadik siz bilan do'stlar. Ko'ravering dedim sizga. Kuzatish marosimidamiz endi ko'rmaysizlarmi? Voy, bechora do'stlar bitta qarab qo'ying endi ojamoningiz. 200 oylikqa omad qachondan bekor qilyapti. Yana buni talabini oladi. Assalomu alaykum do'stim sen ham. Sen bilan ham shunaqa qilib o'tirishlik nasib bo'lsin inshaalloh. Maza qilib o'tiraylik. Bolalarga bittadan keyin o'rganish olgan, azbek ketgandan keyin Mahmud ustaga qarasizlar. Sen bir ketber diyorlar, molga bo'lganlik. Bittlar senmi? Endi necha tarakasan dedi. Omata bir bitta gapda maqsadinga ham pahon bor. Blogni davom etyapsan ishlaringni? Olyapmiz-da. Ulan yel. Kecha savol ekan. Gap berdi. 14 dunyoda oshib endi. Qanday gap boshlashib oldi. 20 kishi o'zi. Menga jiyanlar, akalar, jiyanlar bor. 5 ming ham. Akadan bor muhabbet. So'ragan berdim. Ha, oshdi endi. Ketyapman. Dadam tashlab bordim, kiring kirdi. Ketyapsam 14 dunyoda osh qilyapman dedi. Bilmab xor bilan kirdik. Kirdizmi desam, men kiraman, yuring ketdi. Asa osh solyapman. Kelavering osh tayyor bo'lsa, ey. Muhammad Rasul do'stimiz ham keldi-yu mana. Azbek bitta chaqaloqlar savol edi. Muhammad Rasul keladi ya. Sog'lom Onlara yordam verirler kendisi. Bunlar kelaverasizlar mana oshlarimiz. Soling. Yavrular. Mana 3 ga solmay. Shundan to'g'ri keladi. Yo'q, bo'ladi, bo'ldi. Tuxumlar ham bor ekan.
Jo'rabek ham O'zbekistonning oshini anchadan beri yemadi, mana endi to'g'ri keldi. Non bilan non Boshlarimiz keldi. 3 ta tovoqqa. Nonsiz yeymiz. Ana no. Shuya tavoq. Lutfulla oqon akam ham keldi mana. Alloh muroddan Allohu akbar. Mela qalaysizlar, o'ylar zolar. Ma tovoqqa samoq qo'shma ovqat. Yaxshi yo'qmi? Ular ishtahasi yo'q ekan. Lutfulla oqon aka tuzimsiz. Onajon, qalaysizlar? Qilyaptini kelib oldingizmi? Sizlar, sog'-salomat. Gruppadaylar, layklar boshinglar dodillatib. Xudo xolasa. Nima bo'lishdan unutmanglar. Aynan. Ana. Haqiqatdan. Like bosing, podpiska bosing. Do'stlaringizga ulashing. Boshqa egallar kommentariyaga yozib olinglar deb qo'y. Ha, mazasini ya. 83 lar ancha munchasiga emas bunaqa bo'ldi. Asli. Nima? Yaxshi kunlar kelyapti. Rosa kutyapti. Nima gap bu? Ha, bu nozik yesa gapira oladi. Dushanba gapar kelgan dushanba. Dushanbami, yakshanbami? Yushan. Mashamba yaxshi. Shu vaqtda. Yakshanba kuni. Ertaga xato yozamiz, tagingda, ha? Biz gapimiz bormiz, tagingda biz bormi? Ertaga gapimiz bormi?